Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli YouTube a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakazimiz bilan tayyor bo'ldi. Bu yerimizda 4 ta eshik, 3 ta rom qilib berdik mana. Bu bir chekkadan mana avzorni qilib beramiz xudo xolasa mana. Uni keladigan bo'lsak, razmerlari 90 ga bo'yi 2 metrlik bo'lgan. 90 ga 2 metrlik. Mana o'ta kuchli dizaynda bo'lgan mana. Zamonlari ham o'ta qimmat zamonlardan. Mana kanonlari ham o'zgacha chiroyli, yarashib turibdi. Mana fasonlari ham o'ta chiroyli. Laklari matviy chachilgan bularga. Matviy lak chachilgan mana xudo xolasa o'ta zo'r bo'lgan. Mana matviy chachilgan bir qanotlik 90 ga 2 metrlik eshiklar mana. Romlarimiz mana 1 metrga mana 1.45, 1.50, bunisi ham 1.40 shunaqa romlar mana. Hammasi bir xil mana standart bo'lgan 1 metrlik, yana 1 metr. Bunimizni Marhamatga qilib berdik. Andijon viloyati Marhamat tumaniga qilib berdik. Olib borib o'rnatib beramiz endi. Bu eshiklar keladigan bo'lsak, narxlari 1.800.000 dan qilib berdik donasini mana shu eshiklarni mana 1.800.000 mana. Hech so'maydi, urib bera olasizlar mana. Mana kesaklari ham pirslangan mana. Kesaklari ham mana o'ta uzar, mana o'nlik pirslangan kesaklar. Nalishlar mana o'ta chiroyli bo'lgan. O'nlik nalishlar, kesaki ham o'nlik mana pirslangan. Kesaklari ham. Ularimizni 1.800.000 dan qilib berdik. Olib borib o'rnatib berishlari bilan xudo xolasa berdik Marhamatga. Romlarini mana. Romlarni 1.350.000 dan qildik romlarni. Endi aynan solamiz. Kim kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Nomerimiz 91 487 0033. O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz, vodiy bo'lib olib borib o'rnatib beramiz. Xohlagan dizaynda fasonlarda qilib beramiz. Kim kanalga yangi bo'lsa bitta podpiska bitta like qilinglar, xudo xolasa kanalni rivoji uchun. Hammalarga rahmat, ishlarga omad.